gapini aytib qo'ydim. Bo'ldi, tema qilmaylik, mayli deb gapirganingni yozib qo'ydim, eshitib tur. Qaranglar. O'shani meni gapim, siz gapirib oling, keyin meni gapim bor. Hammaga. Aytib qo'ydim, chunki men seni qo'tag'ingga qo'ng'iroq bo'lib, ertalabdan beri yalinyapman, to'g'rimi, Bekxon? Unaqa qilma deb. Sen bo'pti opa, mayli deding, ko'pchilikni gapiga kirib, urushmaymiz bo'ldi deding. Endi qara, Sardor hali nima, seni tarafingni olib, onasini sizga mana shunda turadi. Onasini siskasa, onasini siskasanmi? Bitta gapiraman dedingiz, tas gapiraman. Aytib o'ynayapti. Bitta gapiraman dedingiz. Xudoni olsa aytib qo'y bunga. O'tiribdir, naxu gapirib ol. Buni ham yaxshi tarafini yaxshi deysanmi? Bo'ldi, tema qilmayman deganida xalqqa o'zimni razborimni deyapman. Men ikkalasini orasiga tushayotganim o'zimni gapimni gapiraman deyapman. Razborini hozir aytamiz. Shoshma, seni ham aytamiz. Bekxon yozib qo'ydim Azizga. Azizdan atvet kutyapman. Hali internetga kirganini ko'rganim yo'q. Kelishi bilan javob yozsa, seni gapingni aytdim. Iltimos uka, videolarda olib Sardor bilan kelishmay qoldik, lekin bari yarashib ketamiz. Videolarda olib tasha uka, ular ham oladi. Manaqa. Endi meni gapimni eshitinglar, shoh. Jamiki meni yomon ko'radigan insonlar umuman. Mani hech kim yomon ko'rmayapti Bekxon. Yo'q, qara, men gapirib olay, keyin gapingni eshitaman. Men ham oppoq emasman, qolganlar ham oppoq emas. Prosta meni men ham ochdim, men atay och berishlariga qo'yib berdim, sabab ertangi kunda men dunyo darajasiga chiqayotganimda bu narsa oyog'imdan tortardi meni. Mana shu 3 ta videoni men bilardim, qachonlardir kelib chiqishini. Shuning uchun mana shu narsa chiqishiga o'zi menga ham keldi, mana tashab. Endi to'xtab turing, onasi. To'xtab tur, men gapirib olay. O'sha narsani maqtayotgan insonlaring ham oppoq emasligini xalqqa ko'rsatib qo'ydim. Endi jamiki kimni xafa qilgan bo'lsam, meni kechirsin. Men o'zim yo'limda ketaman shu. Menda nima o'tgan bo'lsa, sendan tortib Aziz aka, o'sha Sardor aka, Samarqand aka bitta 200 ta bering. Men efirimni qilay. Menga kimdir tosh otgan bo'lsa, men kechirdim. Buni xalqqa nisbatan ham, xalqqa kimi so'kkan bo'lsam, meni kechirsin. Men boshqa yo'ldan ketaman, men san'at yo'liga ketishim kerak, to'g'risiga. Men adashib qolganman shu. Masalan, achchiq ustida qaydadir bilib-bilmay gapirib qo'ygan bo'lishim mumkin. Achchiq ustida qaydadir bilib-bilmay shartlar bajarib qo'ygan bo'lishim mumkin. U meni aybim. Men aybimni tan olaman, men oppoq emasman. Qilganman, o'sha ishlarni tan olaman, xalq oldida javob berishga tayyorman. Sendan ham uzurimni so'rayman. Balki nojo'ya gaplar gapirib qo'ygandirman, keraksiz gaplar gapirib qo'yganman jahl ustida. Azizga qilay, Aziz eshitish kerak. Buni kechir. To'xtab turing endi onashir. Endi men gapiraman. Bekxon, mendan yomonlik ko'rganmisan, yo'qmi? Shuni kechir deyapti-ku. Gapirib qo'ydim, kechir deyapti. Kechirim so'rayotganim yo'q. Sabr qiling, ey. Onasi sabr qiling. O'ylama, to'xtatib urishdi. Urishmaylar, jigar. Kechirim so'rayotganim yo'q. So'rayotganim yo'q, ko'rmagan aka, kechirim so'rayapti ham menda. Opa, men boshqa men qaytib ulanmayman. Mana shu sababdan hozir hammadan uzurimni so'rayapman. Mana zapis qilinglar. Sardor aka, Aziz aka. Mana nima chichgan bo'lsanglar men ham qo'ydim, sizlar ham qo'ydinglar. Xalqimdan ham iltimos bo'ldi. O'zbekiston bir-birimizni sharmanda qilmaylik. Kim qudratli bo'lsa, davay dunyoga qarab ketsin. O'zbek ko'tini ochmasin bunday keyin. Davay, mana tramplin kim xohlasa ketaversin, yo'li ochiq bo'lsin. Hammani chichganini nima ko'rdi xalq. Men ham aybdor. Hamma aybdor. Ana endi qara, onasi to'xtab turing, endi aralashmay turing. Sen aytyapsan, mani oliy maqsadim o'sha arenaga chiqish, qo'shiqchi bo'lish deyapsan, to'g'rimi Bekxon? Ana shu yo'lingda davom et, bos. Indama, hech narsaga e'tibor berma. Tushunyapsanmi? Mana men senga yozdim, to'g'rimi? To'g'ri, meni gapirib qo'yibsan. Men lekin seni bir marta gapirgan yo'q edim. Yo'q, to'g'rimi? Yo, gapirganing uchun atvet qilganman, shuning uchun aytdim. Menga kim qilgan bo'lsa, men kechirdim. Menga qarang, kimgadir men nojo'ya so'z aytgan bo'lsam, ular meni kechirsin. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q do'stim. Endi qara, Shoh. Sandan ham, Azizdan ham, Sardordan ham hammadan kechirim so'rab, ertalabdan beri
yozdim. Oxiri Yo'q, bu opa, yozdim qarang, menga. bu kechirim so'rash emas. Men aytyapman-ku, mendan o'tgan Ay, joy meni- bo'lsa bu- uzr. Ha, ulardan o'tgan joyga men kechirdim. Bo'ldi. Yo'limiz ayro. Ular aqqarab ketsa, men baqqarab ketay. Ularni ham xalq Shoh. ko'rdi mana men Telegram kanalimda. Meni ham ko'rdi. To'xtab tur. Bo'ldi. Shoh. Qaytib Ertalabdan beri bunga yozyapman-da, podarka tashlagandan keyin ham rahmat, lekin Sardor bilan Aziz bilan yarash deb yozyapman. Mana yonida aytyapman. Yarashgin. Xalqni oldida yarash uka. Podarkaga men uchib yo Sardorni Aziz bilan yaxshi Opa, bo'lsa, yo men Azizni tug'aman unaqa qilmayman. jiyanimga dedim. Men u anaqasi yo'q. Opa o'zini ehtiyot qilib, yo'qqa sho'g'iga. Iltimos, xalqni oldida yarashib ol dedim. Bo'ldi, rahmat. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bo'ldi mana men xalq oldida yuzim yorug', hammanglarni yaxshi ko'raman, hammanglarni birdek ko'raman. Iltimos menga tegmanglar. Yana takroran aytyapman. TikTok platformasidagi jamiki xalq, jamiki opa singlim, aka ukam, vidushilardan tortib mendan o'tgan joyda bo'lsa, birorta joyda so'kkan bo'lsam meni kechiringlar. Ro'za Ramazon kunida. Sizlarda menga nimadir tosh otilgan bo'lsa men kechirdim. Bunday keyin 300 ta odam bilan bo'lsa ham men chiroyli efir qilay bo'ldi. 300 ta odam bilan bo'lsa ham chiroyli efir qilay bo'ldi. Men oila quradigan insonman. Men ertaga farzandlarim mendan faxrlanish kerak. Qanaqadir bir dada moni yoshgacha manaqa qilgan ekansiz demasligi kerak. Men shu kungacha 2 yil davomida qilgan hamma aybimni tan olaman, afsusdaman bundan. Juda ham afsusdaman. Men juda ham ko'plab o'ylashlar natijasida shu qarorga keldim. Men bugun o'zimni o'zgartirmasam, bu hayot davom etaveradi. Inson umri o'taveradi. Ertangi kunda bu dunyodan o'tganda keyingi pushmon u dunyoda javob bera olmay qolamiz. Shuning uchun hozir nuqtasi, mana shu yer nuqtasi, sizlar meni kechiringlar. Men efirimni chiroyli qilaman. Sizlarga va'da beraman. Birorta so'kish ishlatilmaydi. Hoji onaxonlarimiz, hoji otaxonlarimiz 7 yoshdan tortib 70 yoshgacha bo'lgan insonlar mazza qilib o'tirishi mumkin. Bunday keyingi efirlarimda. Bunday keyingi efirlarimda bemalol kirib mazza qilib o'tiringlar. Bunday keyin birorta so'kish temasi ishlatilmaydi. Telegramga o'sha Sardorbekning videolarini qo'ygan bo'lsam, boshqasini videosini qo'ygan bo'lsam, bugun 12:00 gacha o'chadi. O'sha birov bunini qonashdan men rohat topmayman, yetkizib qo'yarsizlar. Uni o'chirib tashlayman, bo'ldi. Qolganlarga ham aytaman, o'chirib tashlaysin. Meni tema qilsa qilsin, men bunday keyin hech kimning gapiga quloq solmayman. Hayot yo'limda davom etaman. Rahmat hammaga. Endi keling. Ikram solishaylik. O'zingizlar tinchmisizlar? Sotiribsizlarmi? Bola chaqalar, uydagilar hammasi yaxshimi? Hozir 23:30 da o'ta katta batilimiz bor. Bolalar 23:30 da hammanglarni kutaman. 23:30 da turnir doirasida o'yinimiz bor. Turnir doirasida. Bizni TikTok turnirga qo'ygan. Hammanglarni kutaman. Allohga omonatsizlar. Yaxshi kunlarda sihat salomatlikda ko'rishaylik. 2 soatdan keyin efirda ko'rishamiz. Paka. Oxirgi videomga hamma like bossin. Oxirgi videomga hamma like bossin. Yo Sampo bilan o'ynab qo'yamizmi? Sampo bilan o'ynab qo'yamizmi yo? Sampo bilan o'ynab qo'yamizmi yo? Sampo efirdami o'zi? Kelinglar. O'tmay deydi. Endi qizlar aka desam, hali undoq qilib olib ekranga deyishadi qizlar aka. Yaxshi ko'rishadi, qanaqadir opoqlar qizlar juda yaxshi ko'rishadi. Men shuning uchun deyman-da, tova. U qizlar deb undoq qilib shahi faqat seni nima qilgin haligi qo'ygin lab bilan lab
urush xatomi deyman-da. Endi qanaqa bo'lgan sizlarda mencha bilmasam endi. Tuyg'ular. Endi har yerda yurding sen ham. Nima qilamiz? Boshladi o'sha. Yo, so'kish bo'lmaydi. Prikol bo'ladi, avaz oxunga o'xshagan prikollar. Men kelaman, hop, davay, o'zinglar ehtiyot qiling. Kelaman, hop, davay, o'zinglar ehtiyot qiling. Kelaman, hop, davay, o'zinglar ehtiyot qiling.